Namangan shahrida, Go'zalda, Dilko'rdiruv parasida Ochofat kaboblardamiz. Ochofat kaboblarida 28 xil kabob turlari bor ekan, maxsus o'zlari tayyorlashar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Pishgan qalampir. Cho'xta pishgan pomidor, vujudi qoni qo'ydi. Kabob bilan piyoz ketadi-da. Mashina yeb qarash o'rnasa. Voy, Aka, o'zi ozgina kabob berdingiz, yesa yebmiz-da qo'ying. Eng shirin kabob topib qo'yaman deydi akam. Mazza namanganliklarga mazza ekanda. Xohlagan pet kabob bor, 7.24 ishlayotgan. Pistali hamda bedana tuxumli ustida qiyma o'ralgan kaboblar ekan. O'rtasida qora qo'chqor dumbasi ham bor ekan. Qo'y go'shtiga qiyma ekan. Hali qo'y go'shtiga qiyma yeb ko'rganim yo'q edi. Namanganda Ochofat kabobda qo'y go'shtiga qiyma. Mazasi zo'r. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalaringni Ochofat kaboblarida kutib qolamiz. Namangan shahri. Assalomu alaykum.